Yosh bolalarda burun qonashi xavflimi? Menga eng ko'p beriladigan savol mana shu ota-onalardan juda ham ko'p beriladi. Yosh bolam bor, burni qonaydi, bu xavflimi? Men Murodov Ilyos Saimovich, mana shu lor sohasi bo'yicha 26 yillik tajribaga egaman. O'zimning tajribamdan kelib chiqqan holatda sizlarga buni sabablarini, oqibatlari haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni yosh bolalarda birinchi o'rinda burun qonashiga sabab burunning shilliq qavati juda ham nozik bo'ladi, yupqa bo'ladi va burunda o'zida oldingi qismda, ya'ni meditsinada aytiladi, locus kesilbaxi, ya'ni qon tomirlar tutami joylashgan, o'sha yuzaroq joylashadi. Keyin bolalar juda ham e'tiborsiz bo'ladi. Bular ko'pincha burunni kavlaydi, o'zini qo'li bilan kavlaydi va o'sha shilliq qavatni travma qiladi va bu qonashiga ham sabab bo'ladi. Keyin yosh bolalarda ko'p holat kuzatiladi, ya'ni bu gijjalar, har xil gijjalar bular, o'sha gijjalar ham burunni qurishiga sabab bo'ladi. Bu burun qurigandan keyin albatta bu yerda qon tomiri hozir gaplashdik, o'sha yuzda joylashgan, bu ham qurigandan keyin ko'chadi, ko'chganda qonashiga sabab bo'ladi. Keyin ayrim qon kasalliklari bor. Endi bu albatta qon tekshiruvlari o'tkazganda o'sha kelib chiqadi. Bunda davolash taktikasi umuman boshqacha bo'ladi. Davolasa bo'ladi bulardan ham. Keyin bolalarda ko'proq uchrab turadigan, masalan, o'tkir rinosinuitlar bo'ladi. Bunda albatta yiringlaganda o'sha yerga qitiqlaydi, endi ta'sir qiladi-da, qon tomiri yoradi. Bu ham sabab bo'ladi burunning qonashiga. Yoki hozirgi vaqtda ko'p uchrab turadi A vitaminoz holatlari. Ya'ni bolalarda ko'pincha bo'ladi vitamin yetishmovchilik holatlari, kalsiy yetishmaydi. Bunda ham qon tomirining o'tkazuvchanligi buziladi, yupqalashadi va qonash sabab bo'lishi mumkin. Yoki vitamin C ning yetishmovchiligi. Bu ham o'sha qon tomiri o'tkazuvchanligiga ta'sir qiladi, yupqalashadi, bu ham qonashga sabab bo'ladi. Bolalarda burun qonashi xavflimi? Albatta, burun qonashi buni keltirib chiqarayotgan kasalliklarga bog'liq. Oddiy, masalan, iqlimga, sharoitiga bog'liq bo'ladigan, masalan, havo quruq bo'ladigan bo'lsa, oddiy yog' tomchilari bilan tuzalib ketishi mumkin. Yoki anatomik nuqsonlar bo'lsa, masalan, burun qiyshiqligi, adenoid vegetatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, buni operatsiya yo'li bilan davolansa, bu ham yo'qoladi. Lekin ayrim qon kasalliklari bor. O'sha qon kasalliklari natijasida burun qonayotgan bo'lsa, bu juda ham xavfli. Bunda o'z vaqtida shifokorga murojaat etish kerak. O'sha shifokorga murojaat etganda qon analizlari topshirilib, o'sha tashxis qo'yilib, sizga davolash taktikalari tanlanadi va yomon oqibatlardan saqlanadi o'sha yo'l bilan.